kunlik stress qilishlarimiz yurak yemirilishiga arziydimi? Mana shu holatlar juda ham ko'p kuzatilyapti. Albatta bu yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Doimiy mana bu kortizolni oshishi, doimiy adrenalinni oshishi bu yurakka qo'shimcha yuklama beryapti-da. U masalan normada 70 ta 80 marta o'rtacha uradigan bo'lsa, u 100 martadan har kun uryapti. Oxiri nima bo'ladi? Mana mashinani ham ko'rsangiz, yuraverib charchatsangiz, u bir kun bir joyga o'rtada to'xtab qoladi, to'g'rimi? Yurak ham xuddi shunday. Uni mana bu qisqarish kuchli bir kun kelib уже pasayishni boshlaydi. Eng yomoni bu mana shu yurak yetishmovchiligiga olib kelib, bemorni yashash muddatini kamaytiradi. Mana shu sizga menimcha o'ylaymanki kerak emas. Men sizlarga shifokor sifatida emas, oddiy inson sifatida aytmoqchiman. Ko'p asabiylashmang, hamma narsani ham ko'nglingizga olmang. Bular hech qaysisi sizni asablaringizga arzimaydi.